Hozir Afg'onistonning Balx shahrida Xoja Abu Nasr Porsho ziyoratgohi masjidida turibmiz. Bu joy Amir Temurning vaqtida 1397-yil Amir Temurning qo'mondonlari tomonidan qurilgan. Mana bu joyda Amir Temurning o'sha generallari dafn qilingan, katta olim, vali zotlar ko'milgan. Mana bu ziyoratgoh. Bu taraf esa o'sha qadimdan qolgan tarixiy asar. Shu ko'rib turuvdik, shu Amir Temurning qurgan asarlarga o'xshaydi deb turuvdim o'zi. Keyin izlanib qarasak, haqiqatan o'sha vaqtda qurilgan ekan. Temuriylarning asari. Afg'onistonning Balx shahrida. Buni qarang, o'zimizni Bibixonimga, Oqsaroylarga o'xshab ketadi. O'shadan kunimizgacha shu shaklda saqlanib qolgan. Mana buni qarang. Haqiqiy Temuriy asari. Afg'oniston Balx shahri. Bu joyda mana masjid. Namoz ham o'qishadi. Hozir ichlarini ham ko'ramiz. Buni qarang. Mashalloh. Juda chiroyli, qadimiy tarixiy asar. Mirzo bir nima generalning ismi esimga chiqsa, keyin yozib qo'yaman. Bismillah. Mana bu ichki ko'rinishi masjidda. Bu tarafda namoz o'qiladi, kunimizda ham ochiq ibodatga. Bu joy 600 yildan oshgan, kunimizgacha mana shunday holatda saqlanib qolgan, yaxshi. Buni o'zi u tarafi ham bor. Bu tarafi madrasa yoki eski tarixiy masjid qismi. Acaba ochiqmi ekan? Hozir so'raymiz. Pardon, inja maftuh kiyoga? Hozir tarafı. Xarobay. Ha, qulfas. Didam. Bujo. Kor mekunadi. Ha. Buni ichida hozir rekonstruksiya, ta'mirlash ishlari olib borilmoqda ekan. Tiklashmoqda Tolibon tarafidan. Hozir eshikni ham yopishgan ekan. Ular asosiy bino mana shu taraf. İchki tarafi. Shu o'rtasi va o'ng tarafi. Biz faqat chap tarafini ko'rdik. Hozir. Ha. Hayır, ko'raylik. Ochiq ekan bu tarafi. İçini ko'ra olmadik. O'rta tarafni. Qulfas. Qulf ekan. Yo'q. O'zlari ham bilishmaydi.